Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shoshilinch va o'ta muhim bir mavzuni muhokama qilish uchun efirdaman. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda rasman Urmaydan boshlab pensionerlarga taqiqlar joriy etiladi. Favqulodda ogohlantirish, endi kvartiraning kirish eshigini majburiy olib qo'yishlari mumkin kabi sarlavhalar keng tarqalmoqda. Bu sarlavhalar ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda, ayniqsa keksa avlod vakillari orasida. Bugun men sizga bu gaplar qanchalik asosli ekanligini, aslida qanday qonunchilik o'zgarishlari ro'y berganini va bu sizga qanday ta'sir qilishini juda batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu har birimizga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki u mulk huquqi, qarz majburiyatlari va ijtimoiy himoya bilan bog'liq. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir tafsilotni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Bu ma'lumot sizni keraksiz xavotirlardan qutqarishi yoki aksincha zarur choralar ko'rishga undashi mumkin. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoga like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada muhim va foydali ma'lumotlar berishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalo mana shu shov-shuvli sarlavhalar ortida qanday asos yotganini tushunib olaylik. Xavotirli sarlavhalar ko'pincha o'zgarishlarni noto'g'ri talqin qilish yoki bo'rttirib ko'rsatish natijasida paydo bo'ladi. Aslida gap shundaki, Fuqarolik kodeksi ijro ishi yuritish to'g'risidagi qonun, shuningdek, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar va boshqa qarz majburiyatlarini undirish tartibga soluvchi boshqa qonunosti hujjatlariga kiritilgan ayrim o'zgartirishlar va qo'shimchalar noto'g'ri talqin qilinmoqda. Ilgari qarzni undirish jarayonlari ma'lum bir darajada cho'zilishi, murakkabligi bilan ajralib turardi. Qarz yig'ib oluvchi tashkilotlar, masalan, kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, banklar o'z talablarini qanoatlantirish uchun sudga murojaat qilishar. Sud qarori chiqqandan so'ng ijro ish qo'zg'atilardi. Ijrochilar qarzni undirish uchun bir qancha bosqichlardan o'tish shart edi. Dastlab ogohlantirish, keyin bank hisob varaqlariga band solish, ish haqidan ushlab qolish kabi choralar ko'rilardi. Agar bu choralar samarasiz bo'lsa, oxirgi chora sifatida qarzdordan mulkni xatlash va sotishga kirishilardi. Ammo bu jarayonlar ba'zan ancha vaqt talab etardi va ba'zida qarzni undirish muddati cho'zilib ketardi. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi qarz majburiyatlarini undirish tizimini yanada samarali va tezkor qilishdan iborat. Bu degani, endi kommunal xizmatlar yoki kreditlar bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelganda undirish jarayonlari qat'iyroq va tizimroq kechadi. Xususan sud qarorlarini ijro etish tartiblari aniqlashtirilgan. Ijrochilarning vakolatlari ba'zi hollarda kengaytirilgan. Ammo shu bilan birga fuqarolarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlari ham kuchaytirilgan. Eng asosiysi shuki, bu o'zgarishlar qarzni undirishning qonuniy tartibini yanada aniq belgilaydi. Ammo bu hech qachon qonunni buzib eshiklarni olib tashlash degani emas. Shunday qilib, Irmaydan pensionerlarga taqiqlar degan gap mutlaq asossizdir. Qonun hech qanday tarzda pensionerlarni kimgadir yoki nimagadir taqiqlamaydi. Balki bu qarz majburiyatlari bo'lgan har qanday shaxsga, shu jumladan pensionerlarga ham taalluqli bo'lgan ijro tartiblari qat'iylashganini noto'g'ri talqin qilish natijasidir. Ikkinchidan, kvartira eshigini majbur olib qo'yish masalasi. Bu mutlaqo g'ayriqonuniy va haqiqatga zid bo'lgan yolg'on ma'lumot. Kirish eshigi kvartiraning ajralmas qismi hisoblanadi va u mulkni tashkil etuvchi asosiy elementlardan biridir. Qarz undirish bo'yicha hech qanday qonun eshikni tortib olishni nazarda tutmaydi. Biroq ijrochilarga sud qarorlarini ijro etish uchun qarzdorning uyiga kirishga ruxsat berilishi mumkin. Lekin buning ham o'z qonuniy tartiblari va cheklovlari bor. Bu haqda keyinroq batafsil to'xtalamiz. Bu o'zgarishlar qarz intizomini kuchaytirishga va iqtisodiy munosabatlar tartibini saqlashga qaratilgan. Davlat kommunal xizmatlarning uzluksiz ishlashini, banklarning barqarorligini ta'minlashdan manfaatdor. Shu sababli qarz majburiyatlarini bajarmaslik holatlariga nisbatan yanada qat'iy choralar ko'rishga kirishilgan. Biroq bu har doim qonuniy doirada va fuqarolarning asosiy huquqlarini buzmagan holda amalga oshiriladi. Asosiy qism 1 nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, hozirgi vaziyatni batafsil ko'rib chiqaylik. Qonunchilikdagi bu o'zgarishlar asosan sud qarorlari asosida qarz majburiyatlarini ijro etish tartibini aniqlashtiradi
va ba'zi holatlarni tezlashtiradi. Bu ayniqsa kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, bank kreditlari, soliqlar yoki aliment majburiyatlari bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorliklarga taalluqlidir. Kim xavotirlanishi kerak? Quyidagi toifadagi shaxslar o'zlarining qarz majburiyatlariga nisbatan e'tiborli bo'lishlari kerak. Uzoq muddatli va katta miqdordagi qarzlarga ega shaxslar. Agar siz kommunal xizmatlar, gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi uchun to'lovlar yoki bank kreditlari bo'yicha bir necha oydan beri to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz va qarzingiz sezilarli darajada oshgan bo'lsa, siz xavf ostida bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa, agar siz qarzni undirish bo'yicha kelgan ogohlantirish xatlarini yoki sud chaqiruvlarini e'tiborsiz qoldirgan bo'lsangiz, vaziyat jiddiylashishi mumkin. 2. Asterisk sud qarorlari yoki ijro hujjatlari chiqqan qarzdorlar. Agar sizga nisbatan sud qarori chiqqan bo'lsa va bu qaror ijroga qaratilgan bo'lsa, ijro ishi ochilgan bo'lsa, sizning holatingiz nazoratda bo'ladi. Ijrochilar sud qarorini ijro etish uchun barcha qonuniy choralarni ko'rishga haqlidirlar. 3. Qarzni to'lashdan qochayotgan yoki aloqaga chiqishdan bosh tortayotgan shaxslar. Agar siz qarz beruvchi tashkilot, bank, kommunal korxona bilan aloqaga chiqishdan, to'lov rejasi tuzishdan yoki vaziyatni tushuntirishdan bosh tortsangiz, qonuniy jarayonlar yanada tezroq va qat'iyroq sur'atlarda rivojlanishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksariyat fuqarolar, shu jumladan pensionerlar ham bu o'zgarishlardan mutlaqo xavotirlanishi shart emas. O'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajaradiganlar, agar siz kommunal to'lovlarni, kredit to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirsangiz, sizga nisbatan hech qanday ijro harakatlari qo'llanilmaydi. Sizning eshigingiz ham, mulkingiz ham xavfsiz. 2. Asterisk kichik va yaqinda paydo bo'lgan qarzdorlikka ega bo'lib, uni bartaraf etishga intilayotganlar. Agar sizda tasodifan kichik miqdordagi qarzdorlik paydo bo'lgan bo'lsa va siz uni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, kommunal xizmatga murojaat qilib, to'lov muddatini uzaytirish yoki to'lov rejasini tuzishga kelishib olgan bo'lsangiz, sizga nisbatan qat'iy choralar qo'llanilmaydi. Faollik va aloqaga chiqish har doim afzaldir. 3. Qonuniy himoyaga ega bo'lgan minimal darajadagi daromad va mulkka ega shaxslar. Qonun har doim fuqarolarning eng zarur ehtiyojlarini ta'minlash uchun ma'lum miqdordagi daromad va mulkni daxlsiz deb hisoblaydi. Bu ayniqsa pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun muhimdir. Real hayotdan misollar. Misol 1. Qarzdor pensioner Otabek aka 70 yoshli Otabek aka yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi har oyda 1000 so'm. So'nggi 15 oy davomida sog'lig'i sababli gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni amalga oshira olmadi. Natijada uning qarzi 3.500.000 so'mga yetdi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot unga bir necha bor ogohlantirish xatlari yubordi, ammo Otabek aka ularni e'tiborsiz qoldirdi. Nima sodir bo'ladi? Bermas ogohlantirishlar va sudga murojaat. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot oxirgi ogohlantirishdan so'ng qarzni undirish uchun sudga da'vo arizasi kiritadi. Otabek akaga sud majlisi haqida chaqiruv qog'ozi keladi, ammo u bormaydi. 2. Sud qarori va ijro ishi. Sud Otabek akaning ishtirokisiz yoki uning ishtirokida, ammo da'vo asosli bo'lsa, da'voni qanoatlantirib qarzni undirish to'g'risida qaror chiqaradi. Bu qaror ijroga qaratiladi va ijro ishi qo'zg'atiladi. 30. Ijro harakatlari. Davlat ijrochisi Otabek akaga ijro ishi ochilganligi va qarzni ixtiyoriy ravishda to'lash uchun 15 kun muddat berganligi haqida xabarnoma yuboradi. Agar Otabek aka bu muddatda qarzni to'lamasa, bank hisob varaqlariga band solish, ijrochi Otabek akaning bank hisob varaqlaridagi pul mablag'lariga band soladi. Biroq pensiya hisob varag'idagi pulga band solinmaydi. Pensiyadan faqat qonunda belgilangan tartibda va miqdorda ushlab qolinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra pensiyadan undiriladigan mablag' miqdori pensiyaning ehrbendidan oshmasligi kerak. Ba'zi turlari bundan mustasno, masalan, aliment. Demak, agar Otabek akaning pensiyasi 1.000 so'm bo'lsa, undan oyga maksimal 500.000 so'm ushlab qolinishi mumkin. Bu degani qarz darhol undirilmaydi, balki bir necha oy davomida ushlab qolinadi. Mulkni xatlash va sotish. Agar pensiyadan ushlab qolish yo'li bilan qarzni undirish imkoni bo'lmasa, ijrochi Otabek akaning yashash joyiga kelib mol-mulkini xatlashi mumkin. Bu jarayon qat'iy qoidalar asosida amalga oshiriladi. Ijrochi o'zining xizmat guvohnomasini ko'rsatishi, xatlash jarayoniga ishonchli shaxslar guvohlarni jalb qilishi shart. Qonunga ko'ra qarzdorning yagona uy joyi
eng zarur maishiy texnika, kir yuvish mashinasi, muzlatgich, kiyim-kechak, oziq-ovqat zaxiralari xatlanishi mumkin emas. Xatlash faqat ortiqcha qimmatbaho mulkka nisbatan qo'llaniladi. Masalan, ikkinchi televizor, qimmatbaho zargarlik buyumlari, antikvar buyumlar. Ochish eshikni olib tashlash yolg'oni. Bu yerda mutlaq eshikni tortib olish haqida gap ketmaydi. Agar otabek ijrochiga o'z ixtiyori bilan eshikni ochmasa, ijrochi sudning maxsus ajrimi asosida ichki ishlar xodimlari va guvohlar ishtirokida uyga majburiy kirishi mumkin. Lekin bu eshikni buzish yoki olib tashlash degani emas. Bu faqat mol-mulkni xatlash uchun kirishga ruxsat berishni ta'minlashdir. Bu kabi choralar juda kamdan kam hollarda faqat qarz miqdori juda katta bo'lsa va boshqa barcha undirish choralari samarasiz bo'lsa qo'llaniladi. Misol, to'lovchi pensioner Gulzoda opa 65 yoshli. Gulzoda opa har oy pensiyasini o'z vaqtida oladi va barcha kommunal to'lovlarni, boshqa majburiyatlarni o'z vaqtida amalga oshiradi. U eshiklar olib qo'yiladi degan xabarni eshitib, qattiq xavotirga tushadi. Nima sodir bo'ladi? Gulzoda opa mutlaqo xavotirlanishi shart emas. Uning qonun oldida hech qanday qarz majburiyatlari yo'q. Unga nisbatan hech qanday ijro ishi qo'zg'atilmaydi. Uning mulki xatlab olinmaydi va eshigi ham joyida qoladi. Bu o'zgarishlar faqat qonuniy qarz majburiyatlarini bajarmayotgan shaxslarga taalluqlidir. Misol 3. Avtomobil kreditini to'lay olmagan yosh oila 35 yoshli. Ali va Malika oilasi bankdan avtomobil sotib olish uchun 20 million so'm kredit olgan edi. Ish joylarini yo'qotganliklari sababli ular bir yildan beri kredit to'lovlarini amalga oshira olishmadi. Bank ularga bir necha marta ogohlantirish yubordi, ammo ular javob bermadi. Nima sodir bo'ladi? Sudga murojaat va ijro ishi. Bank sudga murojaat qiladi va sud qarori asosida ijro ishi qo'zg'atiladi. 2. Ijroqo'ralar avtomobilni xatlash eng avvalo kredit uchun garovga qo'yilgan avtomobil xatlanadi va kimoshdi savdosida sotiladi. Sotuvdan tushgan pul qarzni qoplashga yo'naltiriladi. Bank hisobvaraqlariga band solish, agar avtomobilni sotishdan tushgan pul qarzni to'liq qoplamasa, ijrochi Ali va Malikaning bank hisobvaraqlaridagi mablag'larga band soladi. Ish haqidan ushlab qolish. Agar ular ishga kirsalar, ish haqlarining ma'lum bir qismi qonunda belgilangan limitlar doirasida qarzni undirishga yo'naltiriladi. Mulkni xatlash. Yuqorida aytilgan choralar qarzni qoplashga yetarli bo'lmasa, ijrochi Ali va Malikaning yashash joyidagi qimmatbaho mulkni xatlashga haqli. Bu qimmatbaho texnika, ikkinchi televizor, noutbuk, kompyuter, zargarlik buyumlari, boshqa ortiqcha mebellar bo'lishi mumkin. Ularning yagona uy-joyi, eng zarur jihozlar va kiyim-kechaqlari xatlanmaydi. Majburiy kirish ham faqat sudning alohida ajrim bilan politsiya va guvohlar ishtirokida amalga oshiriladi. Muhim jihat qarz miqdori. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qancha qarzdorlikdan keyin sudga murojaat qilishi mumkin? Odatda bu 2-3 oy davomida to'lovlarni amalga oshirmaslik yoki ma'lum bir miqdordagi, masalan, minimal ish haqqining 5-10 barobar qarzdorlik yig'ilganda sodir bo'ladi. Ammo bu qoidalar har bir tashkilotning ichki tartiblari va amaldagi qonunchilikka qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday qarzdorlik paydo bo'lganda darhol tegishli tashkilot bilan aloqaga chiqish tavsiya etiladi. Mahalla faollari ham bu jarayonlarda vositachilik qilib, muammoli vaziyatlarni hal qilishda yordam berishlari mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa eng muhim jihatlarga, ya'ni istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlarga to'xtalsak. Bu ma'lumotlar sizni himoya qilishga va qiyin vaziyatlarga tushib qolmaslikka yordam beradi. Mulkni xatlashdagi istisnolar qonun hujjatlarida qaysi mol-mulkni undirish obyekti sifatida ko'rib chiqish mumkin emasligi aniq belgilangan. Bu ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, shu jumladan pensionerlar uchun juda muhimdir. Bir asl yagona uy-joy, agar kvartira yoki uy qarzdor va uning oilasi uchun yagona yashash joyi bo'lsa, uni qarzdorlikni undirish hisobiga sotish mumkin emas. Bu juda muhim istisno. Ya'ni kommunal to'lovlar, iste'mol kreditlari yoki boshqa oddiy qarzlar tufayli sizning yagona uyingizni tortib olishmaydi. Biroq agar qarz bevosita shu uy-joyni sotib olish ipoteka krediti, qurish yoki kapital ta'mirlash bilan bog'liq bo'lsa, u holda bu istisno amal qilmaydi va uy-joy undirilishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan holat. 2. Aslida eng zarur ro'zg'or buyumlari, qonun eng zarur uy ro'zg'or buyumlarini, masalan, yagona muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, oshxona jihozlari
kiyim-kechak, choyshablar, yotoq mebellari kabilarini xatlashga ruxsat bermaydi. Ushbu buyumlar oilaning normal turmush tarzini ta'minlash uchun zarur hisoblanadi. Shuningdek, maishiy maqsadlar uchun ishlatiladigan uy hayvonlari ham xatlanmaydi. Astirish kasbiy faoliyat uchun asbob-uskunalar. Astirish agar qarzdorning kasbi yoki tirikchiligi ma'lum asbob-uskunalarga bog'liq bo'lsa, masalan, tikuv mashinasi, payvandlash apparati, ularni ham xatlash mumkin emas. Ammo bu uskunalar hashmatli bo'lmasligi kerak. 4. Astirish oziq-ovqat va naqd pul qarzdor va uning oilasi uchun bir oyga yetadigan oziq-ovqat mahsulotlari hamda ma'lum miqdordagi, masalan, minimal ish haqining 2 baravari miqdoridagi naqd pul mablag'lari xatlanishi mumkin emas. Pensiya va ijtimoiy nafaqalar. Yuqorida aytganimdek, pensiya va ijtimoiy nafaqalardan qarzni undirishda qonuniy cheklovlar mavjud. Odatda pensiyaning hididan ko'p qismi ushlab qolinmaydi. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar esa umuman undirishga qaratilmaydi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish. Bu eng katta xatodir. Qarzdorlik bo'yicha kelgan har qanday xat, SMS xabar, telefon qo'ng'irog'ini jiddiy qabul qiling. Ularni e'tiborsiz qoldirish sizni muddatdan avval sud jarayoniga olib kelishi va himoya qilish imkoniyatlaringizni cheklashi mumkin. Agar siz kommunal to'lovlar bo'yicha sudga chaqirilganingiz haqida xabardor bo'lsangiz, lekin sudga bormasangiz, sud sizning ishtirokingizsiz qaror chiqarishi mumkin. Bu esa sizning ahvolingizni yomonlashtiradi. Chunki siz o'z nuqtai nazaringizni bildirish, to'lov muddatini so'rash yoki qarz miqdoriga e'tiroz bildirish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. 2. Astirish huquqlaringizni bilmaslik. Ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaganligi sababli noto'g'ri yoki qonunga zid harakatlarga rozi bo'lib qoladi. Ijrochilarning vakolatlari va majburiyatlari aniq belgilangan. Ular qonun doirasidan chiqib harakat qila olmaydi. Og'zaki kelishuvlarga ishonish. Qarzni to'lash yoki qayta tuzish bo'yicha har qanday kelishuvni doimo yozma ravishda rasmiylashtiring. Og'zaki kelishuvlar isbotlanishi qiyin bo'lganligi sababli keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. 4. Astirish firibgarlarning tuzog'i. Bunday shov-shuvli xabarlar paydo bo'lganda odamlarning xavotirlaridan foydalanib firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ular o'zlarini ijrochi, yurist yoki boshqa mansabdor shaxs sifatida tanishtirib, qarzni tezda yopish yoki muammolarni hal qilish evaziga pul talab qilishlari mumkin. Bunday takliflarga aslo ishonmang. Har qanday shaxsning vakolatini tekshiring, rasmiy hujjatlarni talab qiling. 5. Eshikni tortib olish masalasi. Astirish ushbu yolg'on xabarni yana bir bor tushuntirmoqchiman. Kirish eshigi kvartiraning ajralmas konstruktiv qismi hisoblanadi. Uni olib tashlash mulkni yaroqsiz holga keltirish bilan barobar. Hech qanday qonun eshikni olib tashlashni nazarda tutmaydi. Biroq agar ijrochi sudning majburiy kirish to'g'risidagi ajrimiga ega bo'lsa va qarzdor o'z ixtiyori bilan eshikni ochmasa, ijrochi ichki ishlar xodimlari va guvohlar ishtirokida uyga kirishga haqlidir. Bu harakat eshikni buzish emas, balki qonuniy ravishda kirishni ta'minlashdir. Bu kabi holatlarda ijrochilar eshikni ochish uchun maxsus xizmatlardan, masalan, temirchi foydalanishlari mumkin, ammo bu eshikni butunlay olib tashlash degani emas. Bu faqat mol-mulkni xatlash va undirish uchun sharoit yaratishdir. Bunday holatlar juda kam uchraydi va faqat barcha boshqa choralar samarasiz bo'lgan. Qarz miqdori katta bo'lgan va qarzdor aloqaga chiqishdan qat'iy bosh tortgan hollarda qo'llaniladi. Bundan tashqari bunday holatda ham doimo videosi yuritiladi va barcha harakatlar qonuniy protokolda qayd etiladi. Shuningdek, uy joyning umumiy mulk shaklida bo'lishi ham muhim nuansdir. Agar kvartira oila a'zolarining umumiy mulki bo'lsa va qarz faqat bir a'zoga tegishli bo'lsa, mulkni xatlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Qonun bunday holatlarni ham tartibga soladi. Ammo bu yurist maslahatini talab qiladigan murakkab jarayon. Qarzning muddatini o'tkazib yubormaslik juda muhim. Agar qarzning muddati o'tib ketgan bo'lsa, masalan, alimentdan tashqari ko'pgina qarzlar bo'yicha umumiy muddat 3 yilni tashkil etadi. Uni undirish huquqi ham yo'qqa chiqishi mumkin. Ammo buning ham o'ziga yarasha tartibi va istisnolari bor. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Hurmatli tomoshabinlar, hozirgi vaziyatda eng muhimi vahimaga tushmaslik, balki vaziyatni to'g'ri tushunish va to'g'ri harakat qilishdir. Mana siz uchun batafsil amaliy qo'llanma. Bir as vahima qilmang, lekin darhol harakat qiling. Astirish, agar sizda qarzdorlik bo'lsa, ogohlantirish xatlarini yoki sud chaqiruvlarini e'tiborsiz qoldirmang. Har qanday xabarga javob bergan
Agar qarz miqdori bo'yicha savollaringiz bo'lsa, darhol tegishli tashkilot kommunal xizmat. Bank bilan bog'laning. Hech qachon eshiklarni yopib, muammodan qochishga urinmang. Bu vaziyatni faqat yomonlashtiradi va keyinchalik qonuniy jarayonlarni murakkablashtiradi. Kreditor, qarz beruvchi tashkilot bilan aloqaga chiqing. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxona yoki bank bilan bevosita bog'laning. Qarz miqdorini aniqlang va uni qanday to'lash bo'yicha variantlarni muhokama qiling. To'lov muddatini uzaytirish, rassrochka yoki to'lov rejasini tuzish imkoniyatini so'rang. Ko'pgina tashkilotlar qiyin vaziyatga tushgan fuqarolarga yordam berishga tayyor. Har qanday kelishuvni yozma ravishda rasmiylashtiring. Kelishuv shartlari, to'lov jadvallari va tomonlarning majburiyatlari yozma ravishda belgilanganligiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi. Barcha hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Qarzning kelib chiqishiga oid barcha hujjatlarni, shartnomalar, cheklar, kvitansiyalar yig'ing. To'lov kvitansiyalarni, bank ko'chirmalarini va boshqa to'lovni tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab qo'ying. Agar siz pensiya yoki nafaqa olsangiz, ularning tasdiqlovchi hujjatlarini, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ko'chirmasi doimo yonida saqlang. 4. Huquqiy maslahat so'rang. Agar vaziyat murakkablashgan bo'lsa, mutaxassis yordamidan foydalaning. O'zbekistonda aholiga bepul huquqiy yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar mavjud. Adliya markazlari har bir viloyat markazi va tumanlarda adliya markazlari faoliyat yuritadi. Ular bepul huquqiy maslahatlar beradi. Advokatlar agar vaziyat sudgacha yetib borgan bo'lsa, malakali advokat yordamidan foydalanish maqsadga muvofiq. Ba'zi hollarda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga davlat tomonidan ajratilgan advokat xizmati ham taqdim etilishi mumkin. Mahalla faollari, mahallangizdagi faollar, rais yoki maslahatchilar ham sizga yordam berishi, vaziyatni tushuntirishi va tegishli organlarga yo'naltirishi mumkin. Ijtimoiy himoya agentligi, agar siz moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelsangiz, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'linmalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular moddiy yordam dasturlari, subsidiyalar yoki boshqa ijtimoiy himoya choralarini taklif etishlari mumkin. 5. O'z huquqlaringizni biling. Qonun bo'yicha sizning qaysi mulkingiz xatlanishi mumkin emasligini bilib oling. Ayniqsa, yagona uy-joy va eng zarur ro'zg'or buyumlari daxlsizdir. Yuqorida batafsil tushuntirildi. Ijrochilarning vakolatlarini bilib oling. Ular sizga o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatishi shart. Har qanday harakat sud qarori yoki ajrimi asosida amalga oshirilishi kerak. Ijrochilarning harakatlaridan norozi bo'lsangiz, ularning yuqori organlariga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. 6. Sud majlislarida ishtirok eting. Agar sizga sudga chaqiruv qog'ozi kelsa, albatta sud majlisida ishtirok eting. Bu sizga o'z vaziyatingizni tushuntirish, dalillarni keltirish va sudning adolatli qaror chiqarishiga yordam berish imkoniyatini beradi. Sudda siz o'z moddiy ahvolingiz og'irligini, ishsiz ekanligingizni yoki boshqa uzrli sabablarni keltirib, qarzni to'lash muddatini uzaytirishni so'rashingiz mumkin. 7. Ijrochi bilan hamkorlik qiling qonuniy doirada. Agar ijrochi siz bilan bog'lansa, u bilan muloqot qiling. Qarshilik ko'rsatmang, ammo o'z huquqlaringizni bilib, qonuniy talablarni bajaring. Ijrochidan barcha hujjatlarni, ijro varaqasi sudga ko'rsatishni talab qiling. Agar ijrochi sizning mulkingizni xatlash uchun kelgan bo'lsa, uning harakatlarini diqqat bilan kuzating. Agar u qonunga zid harakat qilsa, masalan, xatlanishi mumkin bo'lmagan buyumlarni xatlashga uringan bo'lsa, unga e'tiroz bildiring va bu haqda yozma ravishda qayd qiling. Quyidagi hujjatlarni to'plang va tartibga keltiring. Pasport va pensiya guvohnomasi, kvartira yoki uyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kommunal xizmatlar uchun shartnomalar va oxirgi 3-5 yildagi barcha to'lov kvitansiyalari, bank kreditlari bo'yicha shartnomalar va to'lov cheklari, suddan olingan barcha xatlar, qarorlar, ajrimlar, ijrochidan olingan barcha xabarnomalar, ish haqi yoki pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, sog'lig'ingiz yomonlashganligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa. Ushbu amaliy qadamlar sizga qarz majburiyatlari bilan bog'liq har qanday muammoni hal qilishda yordam beradi va sizni asosiy vahima va asabiylikdan qutqaradi. Xulosa va yakuniy ogohlantirish, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda men sizga bir maydan pensionerlarga taqiqlar
va eshiklar olib tashlanishi haqidagi shov-shuvli sarlavhalar o'rtada yotgan haqiqiy holatni batafsil tushuntirishga harakat qildim. Eng muhimi shuni yodda tutingki, bu sarlavhalar asossiz va yolg'on ma'lumotlarga asoslangan. Hech qanday qonun pensionerlarni taqiqlamaydi yoki kvartira eshigini majburiy olib tashlashni nazarda tutmaydi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar faqat qarzni undirish tartibini yanada samaraliroq qilishga qaratilgan bo'lib, bu barcha fuqarolarga shu jumladan qarz majburiyatlari bo'lgan pensionerlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ammo bu jarayonlar har doim qonuniy doirada fuqarolarning huquqlarini himoya qilgan holda va har bir holatda individual yondashuv bilan amalga oshiriladi. Eng muhimi o'z huquqlaringizni bilish, mas'uliyatli bo'lish va har qanday muammoga yuzma-yuz kelishdan qo'rqmaslikdir. Vaqtida harakat qilish va mutaxassis yordamiga murojaat qilish sizni ko'pgina muammolardan qutqaradi. Sizning mulkingiz himoyalangan. Pensionerlarning ijtimoiy himoyasi esa davlatning ustuvor vazifalaridan biridir. Shuning uchun asossiz xavotirlarga berilmay, rasmiy manbalardan ma'lumot olishga intiling. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.